o'z joyida bo'lmaganligi yoki moliyani to'g'ri boshqarilmaganligi uchun pand Yo'q yegan bo'lgan, payt. ko'p bo'lgan. Eng katta pand yegan holat bo'lgani va nima sabab bo'lgan? Yo, men qaysidir ishxonada aqlim yetmaydi, buxgalteriya qiyin deganman. Tushunmagan bo'lsa, yo sizni chaqirardim, yo Umidjonni chaqirardim, yo Husan akamni chaqirardim, yo ukamni chaqirardim, yo akamni chaqirardim. Bir yili endi nimadir, ne plani anaqadan keldi. Poligrafiya qo'mitasimi, go'skopechadimi, boshqa joydan planoviy bo'yicha nimadir tekshirdi. O'sha qog'oz gapiradi dedi. O'sha qog'ozdan yegan pandimni reallamas. Keyin qarasam bir 6 yillik обороtimga mos shtraf bo'lib ketdi. Voy deb, aka dedi, yedirdi. Dollarda qancha taxminan? Bilmayman. Bir taxmin ayting. $1 million dollarmi? Oh, Masalan, aytilishi oson. Mashina qo'pol qotganda gadovoy apparat endi o'sha payt $1 million, $3 million bizga $1 million shtraf beradi.